Shoshilinch xabar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. Ertaga 24-oktyabr kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotlari e'lon qilindi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 3-8 daraja, kunduz kuni 21-26 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'lib, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 8-13 daraja, kunduz kuni 23-28 darajalik bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'lib, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 10-15 daraja, kunduz kuni 25-30 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'lib, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 10-15 daraja, kunduz kuni 25-30 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'lib, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 8-13 daraja, kunduz kuni 23-28 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'lib, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Respublikamiz bo'yicha shamol tezligi 7-12 metr sekund tezlikda esadi.